Zavod qilmay yo'q keliverdingiz. Keliverdin. Yo'q chaqdi kelib bir ekskursiya qilib olay deb. Bo'pti. Qazonma, xitninki ma'nosi nima bu? Hava Qashqarninki hamma yerda bog'i mashinaning keyinda. Bu jahon jahon bir nima deb biz qirg'alib. To'g'ri. O'sha şeydan bir gap bu. Akang bo'ytaq yandisang tegsa degandekmi? Ya men bo'ytaq emas, uni bu mana gap. Mana bir ta'sir qilgan gap. Life is hard. Buni bir xil tarjima qildi. Hayot bektas. Ha. Rasmiy aqam bu. To'g'ri. Hayot bektas. Dört bo'lsang dehmatas degan gap. Ma'nosi bor gapgan. Shunga buni men mavaqqicha ma'nosi nima degan odamga demagan. Ha, sen bak aqlliq deb qolmasin deb. Men buni o'zimga o'g'it qilib, o'zimni uyg'otish uchun yozib qo'ydim bu yerga. Endi men sizdan so'ray. Dut bo'lib qolmaslik uchun nima qilishimiz kerak? O'rganish qilishimiz kerak. Kamol o'gan deb men o'zimga peshonamga yozib qo'ygan xat bor. Ha, bu mashina emas, o'zi peshonamga. Peshonamga yozib qo'ygan xat. Xo'sh, bugun nima keldingiz? Sizni bir cho'ngroq vazifani o'z beramdiki deb keldim. Cho'ngroq vazifama. Nega bir bug'doy tasak bo'ladimi? Bug'doylimi xili o'xshatdi, lekin qo'yning qig'idan azroq ekilib To'mrab, ha? Bug'doy yo'q yani. Ko'ngil bilan bundoq men zavodda mang'uziblik qilamiz deb bu yerga meni oyoqqa chimtirdik. Men bir aqlma to'pisini chiqib o'tib, gul terimiz bu yerga. Arabning to'pisini ekasi Arabning to'pisi. Bu da siz yem kelgancha quruq kelsiz-ku. Ha. Aşağıdan ekilib, xotanning ichilsa, rangidan o'zirlandigan. Ha. Anandan keyin uzib gulxan qildigan gullarni teramiz. Bo'ldi, men to'pa deb kelay bu da. Xo'sh, qanday vaziyat topshirma? Birar rayonlarni be. Ha. Bilib beramsiz, yam-yat yem basqa salamsiz meni be. Sizcha, sizni bunda qilsangiz bo'lar. Sizcha manda qilgan deydigan yeri bo'lyapti-ku. Sizdan manda ish berang menga deydigan. Siz pensiya chiqsangiz bo'ldi, biz ishni biz qilsak bo'ldi. Meni pensiyaga chiqarib qanaqa qildingiz? Siz pul tejayverdingiz, bizni topalar endi. Meni ishimni qila olamsizlar? Qilamiz. Rasman? Qilma. Bo'ldi, gap yo'q. Sizning mashinangizcha? Sizning. Shu. Nima besyapti? Qo'ziyam, qo'chqonning yemlari degandek. Qo'ziyamdan boshqa ma'nosini sasanglamaldimi? Mushu bizning yem mava. Qo'ziyamlam yo'q, men yemli bor. Mag'am tuniga ishtigan yem. Mening yem mava. Qo'y bo'daq oxirgi bosqich. Etni go'shtini tatli qiydigan yem. Etni go'shtini tatli qiydigan yem deb sim qo'yapman. Qo'yib qo'ydik oxirgi bosqich. Chunki men tatli yeb baqdim. Ota-onam yeb baqdi. Men bilan bildiganlar hamiz yeb baqdi tatli go'shtni. Rasidangmi? Rasidoq. Ya'ni yeymiz. Bu da birli yeyilejmi? Shu, o'zingni yeyvermay, bunda bir og'ash kelib zavodga. Ayrim bekib qo'ydim sizga men. Endi ma'va vazifa cho'ngaytirgan kelsak bo'ldi. Vazifa cho'ngaygandan keyin mas'uliyat cho'ngaydi, bisim cho'ngaydi, ko'taramiz bisimni. Ko'taramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Men qilayotgan ishimning bir 12% bo'lib beraysinlarga. Bo'ldi. Xo'sh, To'sinjon apandim, bizningki Qashqar yangi shahar, arablar, arab tug'ilib cho'ng bo'lib 5-6 yilni yag'ib izchil Ahmad Ro'z apandimninki bilimini arabga yetkazish uchun nayt tirishdi. Ham 5 yilni yag' o'zim nayt chapa chekdi. Hozir hamda arab men kichik kep qoldi. Men bu zavodni berang, men o'zim boshqurmay deb kepti bo'lgan. Ma'qul dedim. Hammani biroq emas, men 10-20% yerini beray deb. 10 yilni yag', 15 yilni yag' Tursunjon apandimga o'xshash Shinjongning ichida 200 ga yaqin Sarxilninki hamkorlashuvchilar bor. Yana ma'lum yezlar yo'q. Masalan, Yangisaninki 400 yo'q. Yangisaninki mush yezlarga bizlar Tursunjon apandimga o'xshash men bilan bir qadamdan uzun yil birga jurayligidek az bolasini tarbiyalayapmiz Sarxilga. Mushunda Sarxil pullik tipi qitilib baxmichilar xizmat qildigan Yangisadagi yem qashak sotadigan do'stlarni taklif qilamiz. Sarxil pullik tipi qitilib men mush Sarxil yemdan sassam bo'ldi, baxmichilar uchun xizmat qilsam bo'ldi deydigan Yangisadagi yem qashak do'stlar ayrim gap qilsanglar bo'ldi. Andikan hozir turkumlab ma'va qo'y bo'rdaqniki o'tir bosqich bilan oxirgi bosqichni ishlab chiqaryapmiz. Qurbonlik qo'y beqiyotganligi, mayamlarni ishlatayotganlar. Burroq zakaz berib qo'ysak bo'ldi. Hozir zavodda mishadim arallam, miz kichik qoldilik ham ma'noda yo'q. Mishadim bir 2 tonna bor. Burroq zakaz surib qo'ysak, mal uzilib qolishdan oldin ag'im bo'ldi. Aman bo'linglar.